Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Ravshan Haydarov bosh murabbiyligidagi O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 2-iyuldan Milliy futbol markazida o'quv mashg'uloti yig'inlarini boshladi. Yig'in doirasida jamoamiz 6-iyul Nasaf hamda 9-iyul kuni Sog'diyona jamoalariga qarshi nazorat uchrashuvlarida maydonga tushadi. Mazkur yig'inda terma jamoaga nomzod bo'lgan bir qator futbolchilarni ko'rikdan o'tkazish va ularning imkoniyatlarini baholash maqsad qilingan. 30-iyundan boshlab Samarqandning Dinamo klubi Qirg'izistonning Issiqko'l shahrida o'quv mashg'ulot yig'iniga kirishgan. Yig'inda Moldova hamda rossiyalik futbolchilar ham ko'rikdan o'tmoqda. Ayni vaqtda Ulug'bek Hoshimov, Til Mavretich, Muhammadu Dembele va Dramane Salovu Samarqand klubini tark etgan. Shuningdek, jamoa direktori Shuhrat Ro'ziyev klub bilan shartnomani bekor qildi. Issiqko'l yig'ini 11-iyulga qadar davom etadi. Hozirda Belarusning Minsk shahrida yig'in o'tkazayotgan Andijon jamoasi bir nechta o'rtoqlik o'yinlarida maydonga tushdi. Andijon klubi 4 nafar futbolchilar Rahimjon Davronov, Jamshid Boltaboyev, Ibrohim Yo'ldoshev hamda Igor Golban bilan tuzilgan shartnomasini bekor qildi. Bundan tashqari, mavsum boshida jamoaga kelib qo'shilgan 18 yoshli iqtidorli futbolchi Sayfiddin Sodiqov bilan tuzilgan ijara shartnomasi 30-iyun kuni o'z nihoyasiga yetdi. Shu sababli futbolchi klubni tark etdi. O'tgan vaqt davomida Sodiqov Andijon tarkibida ilk bor Superligada debyutini o'tkazishga muvaffaq bo'ldi va 3 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Sayfiddin Sodiqovning transfer huquqi Odil Ahmedov futbol klubiga tegishli hisoblanadi. Sayfiddin Sodiqov va joriy mavsum Superligada bunyodkor safida 3 ta o'yinda maydonga tushgan Sadriddin Hasanov endilikda Portugaliyaning Braga jamoasida o'ynaydi. Ayni vaqtda har ikkala futbolchi ham shartnoma imzolash uchun Portugaliyaga jo'nab ketgan. Ma'lumot uchun 18 yoshli ikki futbolchi ham 1 yil avval o'smirlar o'rtasidagi Osiyo kubogida chempion bo'lgan. Sayfiddin Sodiqov musobaqada bitta gol urgan bo'lsa, Sadriddin Hasanov 4 gol urishga muvaffaq bo'lgan va turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Hasanov gollarning birini finalda maydonda 9 kishi bo'lib qolgan holda Saudiyani 2-0 hisobida yutgan o'yinimizda kiritgan. Bundan tashqari, o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati guruh bosqichida har ikki futbolchi ham Panama darvozasini ishg'ol qilgan. Play-off bosqichida Sadriddin Hasanov Xorvatiya darvozasiga g'alaba golini urgan edi. FIFA prezidenti Gianni Infantino o'zining rasmiy sahifasida O'zbekiston milliy terma jamoasiga jahon chempionatidagi ilk ishtiroki uchun minnatdorchilik bildirib, kelgusi musobaqalarda omad tiladi. Siz butun dunyoga va o'z yurtingizdagi insonlarga har qanday katta orzu amalga oshishi mumkinligini isbotladingiz. FIFA jahon chempionatidagi ilk golingizni stadionda o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun o'sha lahzada siz va muxlislar qanday hayajonni boshdan kechirganingizni juda yaxshi bilaman. Ishonchim komilki, bu tarixiy tajriba O'zbekistonda futbolning yanada rivojlanishiga katta turtki beradi. Kelajakda sizlarga omad tilayman degan Gianni Infantino. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.